Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros arlida. Necha kundan beri nayt qattiq shamol chiqib, sirtlarga chiqish musalkas bo'lgan. Bugun shundoq chiroyli kun bo'lib atdi. Fursatdan foydalanib, dengiz bo'yiga kelib, sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda Abduqodir Jaloliddinning An'ana va tarix haqida o'ylaganlarim degan temadagi bir parcha maqolasi. Xabaringlarda yaqinda muhojiratdagi qobiliyatli, aqlli, fidokor qarindoshlarimiz tarafidan xeyli ko'p Uyg'ur torbatlari asliga keltirildi. Aldı bilan shu qarindoshlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Ondan bu maqolani men shu asliga keltirilgan Uyg'ur torbatlari ichidagi Okean Tori degan batdan tushirib oldim. Xo'sh. An'ana va tarix haqida o'ylaganlarim. Abduqodir Jaloliddin. Abdurdim. 80-yillarning oxirida Gunga she'r hodisasini yeb chiqilgan holda madaniyat sohasidagi kishilarimiz an'ana va varislik haqida g'ulg'ula qilishgan edi. G'ulg'ulaning mazmuni garchi sodda bo'lsa-mu, o'zimizning ma'naviy qiyofati haqidagi nazariyaviy o'ylanishimizning piltisiga yiqilgan tunji qitimliq o't bo'lib qoldi. Lekin ayni vaqtda nurg'un kishilar an'anani asosan o'tmishning bag'rida dövülünüp yatqan jug'lanma deb tushundi. Hamda yoshlarning dastlabki tavakkulchiligi va sinoqlarini nigilizm, ya'ni inkorchilikning chormixiga mixlashga urindi. Mazkur maqola dal ana shu vaqtda yozilgan bo'lib, ma'lum sabablar bilan e'lon qilinmagan edi. Bugungi ko'zim bilan qaraganda maqoldagi qarashlar tizislashgan holatdagi bixlanma ideyalar bo'lsa-mu, yirik tarixiy roman uyg'ongan zimin, shundaqla baldir uyg'ongan odam, Abduqodir Damol haqida qissa qatorliq obrazlashtirilgan tarixiy aslimilar jamoat bilan yuz ko'rishgan, jamiyatda tarix bilan tarixiy shaxs o'rtasidagi munosabat va bu munosabatning hozircha tegiga yetkili bo'lmaydigan xarakteri haqida azdir ko'pdir bilish shakllanayotgan ahvol ostida ma'lum darajada inkas qaytirish iqtidoriga ega deb qarayman. Ayada bir kichik paraxod kelyapti, kichik kema beli qoldi, o'tib ketsin. Motorning ovozi xeyli kuchli ekan. Kemisiga beliqni liq to'ldirib qaytib keldi-ku deyman bu beliqchi. Ammo davr, tarix, tarixiy shaxs, an'ana, madaniyat, siyosiy iqtisod qatorliq nurg'un sohalarda pishqan. Hozir javob o'tkir nazarlik fikrlarning orqa-orqadan barliq kelishiga jiddiy taqozo bo'lmoqda. Men ayni vaqtda cheliqqan bu sargardon sho'lani o'z salobatiga ahamiyat berishga ulgurmagan aynan bir tarzda o'tirg'i sundim. Başladık. Qadimki Yunonning bir faylasufi Quyosh har kuni yangi degan ekan.
Roşanki biz kalendar varıqını bir qetim öğrenimizde özümüzning muayyan makan, zaman bilan bo'lgan psixikalik va fizikalik munosabatimizni angliq yoki angsiz ravishda bartaraf qilgan bo'lamiz. Bu jarayonda bugun degan uqum o'tmishga qarata inkorlik munosabatda o'zining ishki qatlamini yengillab turadi. Har bir qadam bir o'ylanishni mazmun qiladi. Tarixiy taraqqiyot jarayonidagi har bir burilish o'tmishga qarata o'ylanishni arqa ko'rinish qilib, taraqqiyotning son o'qida o'z yo'nalishining izlarini qoldiradi. Alayli put odamga nisbatan aytganda yo'l mengishning eng dastlabki birdan-bir vositasi edi. Keyincha ba'zi hayvonlar, ot, eshak, to'ga qatorliqlar qo'shimcha vosita bo'ldi. Bara-bara quruqliq, suv va havodagi har xil qatnash vositalari maydonga kelib, mengishning uqum mazmuni asta-asta beyidi. Amdalikda o olam qatnashining taraqqiy qilishiga agishib, texmi kengaymoqda. Bu xil jarayon nihoyatda oddiyda ko'rinsimi, hadislar dengizning bir tomchisi sifatida bir butun taraqqiyotdagi turli omillarning ishga bog'lanishini ma'lum darajada yoritib beradi. Biz put bilan chaqning munosabatiga qarab boqaylik. Put odamning mengish, ya'ni aloqa, harakat ehtiyoji bilan to'g'mi munosabatlik bo'lib, chaq uning taqlidiyatlik tuzilishidir. Chaqning subyektiv bilan bo'lgan aloqasi putninkidek bir tutash va tabiiy bo'lmasimi, lekin u subyektivga bo'ysunib, uning orzusi uchun tiklamchi rol o'ynaydi. Demak, put bilan chaqning harakat shakli jihatdagi inkorlik munosabati mohiyatda mengishning taraqqiyot o'zgarishiga turtki bo'lib, bir butunlikka ega bo'ladi. Uning keyingi ravojimi dal ashundaq ravishda. Odam vaqtning cheksiz iqinida o'z-o'zini inkor qilish orqali ijtimoiy tusini yangichlaydi. Tabiat bilan bo'lgan munosabat shaklini yangilaydi. Ro'shanki, taraqqiyot deganimiz insonlar jamiyatining tabiat bilan bo'lgan aloqasining ya u xil ya bu xil o'zgarishini belgi qiladi. An'ana go'yo taraqqiyotga nisbatan bir ma'nidosh so'z bo'lib, u to'nogunga aylanayotgan bugunga aylanayotgan ata. U mushu yo'l orqali uzluksiz o'zgarib, doirasini kengaytib boradi. Ma'nisini to'liqlaydi. Ba'zida ketib qoldi. Ups. Bo'ldi. Bizning Uyg'urcha asarlarni mana shunday qushlarni anglaydi-da. Bu ma'nodan aytganda, an'ana аңның ishki qatlamlarida harakat qilayotgan hayotiy kuch bo'lib, reallik va kechiringlar, sal diqqatimni buzyapti mobil qog'oshlar. Bu ma'nodan aytganda, an'ana аңның ishki qatlamlarida harakat qilayotgan hayotiy kuch bo'lib, reallik va kelgusi taraqqiyotining oldingi sharti. Gegel tarix haqida to'xtalganda, tarix muayyan zaman ichida sirtlashgan ruh degan edi. An'anani tarix bilan munosabatlashtirib qaraganimizda, yuqorqi so'zlarimizning ilmiyligi aydinlashadi. Bizda tarix adil hukm qilg'uchi degan gap bor. Darvaqa ma'lum bir davrda ba'zi narsalar ijobiy tarzda, ba'zi narsalar salbiy tarzda o'tirg'a chiqadi. Ammo u keyingilarning nazarda
boshqacha sifatga nail bo'ladi. Tarixning bahosi mohiyatda an'anaga bo'lgan bahosi bo'lib, u xalqning xohish va inson tabiatini o'lcham qiladi. Ma'lumki, Yevropadagi adabiy uyg'onish harakati burunqi an'ana ustidagi cho'nqur o'ylanish va kaskin tanqidiy pozitsiyadan tug'ilgan. Afsuski, biz texi o'ylanmadik. O'tmishning shon shuhrati bizni g'arq mast qilyapti. Boshqalar qanchalik ilgirlamasin, ularni qaloq va zaif holatimiz bilan o'zimizga taq qilmadik. Hatto o'z tariximizning egisimi bo'la olmay, boshqalarning biz to'g'riliq aytganlariga hamd sana o'qidik. O'tmish haqidagi she'rin aslamalarimizni ularning alqinidan izladik. Har qanday bir millatning tarixi nurg'unlagan shon shuhrat bilan to'lgan bo'ladi. Shuning bilan birga nurg'un dog'larni yoshirgan bo'ladi. Navoda faxrlanish bilan yuyushning birligi bo'lmaydigan bo'lsa, bu haqda falsafaviy va axloqiy yakun chiqarilmaydigan bo'lsa, bu oldi bilan mavjud bo'lib turishning ma'naviy asosini yo'qotganlik bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon bir qism tarixiy miroslarimiz ratlanib, nashr qilindi. Tarixiy jihatdagi tadqiqot rivojlanib, tariximizdagi har qaysi davrlarni ma'lum darajada yo'ritib bera oladigan asarlar maydonga keldi. Bu pishqadam olimlarimiz, tadqiqotchilarimizning qon ter badiliga kelgan natija. Tarix ularni hargiz unutmaydi. Vaholanki buning bilanla o'tmishni to'nish cho'nqirlashgan bo'lmaydi. Bu nihoyatda zo'r ehtiyojning badiliga kelgan qamarlashdan iborat bo'lib, amaliyotda u oz sondagi uyg'oq ziyolilarning ingidagi narsa bo'lib qoldi. Ko'plagan yoshlar Sov haqida hikoya aytib bera olsa-mu, Boburning kimligini bilmaydi. Tarix asta qezilayotgan bo'lsa-mu, hozirgi ahvolning o'zidan elib aytganda, u yanala oshqushi yo'qab ketgan yer osti uyiga o'xshaydi. Tarixning yo'rishi bugun va kelajakning yo'rishidan hamda madaniyat va an'ana haqidagi to'g'ri to'nishning maydonga kelishidan derak berdi. Meningcha, tarix, madaniyat, an'ana degan hukmlar bir-biriga asosiy jihatdan ma'nodosh keladi. An'ana madaniyatni yadro qilgan ma'naviy holatni ko'rsatadi. Tarix bularni o'zining omillari qilib davomlashadi. Shunga tarix hukmini to'g'ri tushunib olsak, an'ananing jonliq narsa ekanligi ro'shanlashadi. Faustda mundaq misralar uchraydi. Her qadamda istar odam shodliq va azob, biroq har chaq hammasidan topmas qanoat. Odam o'zining turmush sharoitini o'zgartgan sari o'zimi o'zgarib boradi. O'zgargan ingi aslidagi sharoitni inkor qiladi. Bu haqda Walls insoniyat tarixi mohiyatda ideya tarixi degan edi. Bu italiyalik yangi Gegilizmchi Groshning tarix har bir shaxsning vujudida mavjud degan so'zi bilan variandash keladi. Ko'rinib turibdiki, tarix orqaga tashlangan yillarning xotirasi deb qaralsa, u so'ngakdek bir narsaga aylanib qoladi. U ham ajdodlarning xotira etishi, ham avlodlarning yo'l xati. Demak, u tirik narsa. Bizda o'tganlarni qadrlash istigi kuchli bo'lsa-mu, lekin to'g'ri yo'l topolmadik. Bugun uchun o'tmishdan grim izladik. Tarix tadqiqotimiz asosan degidek yilnoma xarakterini elib qoldi. Ulug'larning ideyasi, sarguzashtlari, to'hfalari, tarixdagi o'rni tadqiq qilinmadi.
Yosh o'smirlarga loyiq keladigan, ularni xalqparvar ruh bilan tarbiyalaydigan qo'shiqlar yozilmadi. Bularni qo'yib turgandimi, hatto yilnoma xarakterdagi tarixnomalarmi izchillikqa ega bo'lmadi. Buningda har xil ijtimoiy sabablar bo'lsa-mu, tarixiy taraqqiyot nuqtasidan elib aytganda baribir chekinish va kechikishdan iborat. Amaliyot shuni isbotladiki, tarixni tadqiq qilishning mufassal va uzul-kesil prinsiplari yo'q. Tarix har bir zamon tarafidan mustaqil tushuniladi, sharhlandi, hal qilinadi. Bizning tarixiy tadqiqotimiz aslash bilan cheklandi. Ayni yillarning qop-quruq iznasili bo'lib qoldi. Bugungi ma'naviy qiyofatimiz gaplanmadi. Tarixda bugungi zamon madaniyat yuksakligida turib ilmiy baho bera olmadi. Tarix shundaq narsaki, uningda o'tmish, bugun va kelajakning butun qiyofati aks etadi. O'tmishning o'zida tarix bo'la olmaydi. Balki kelgusini yaratishga qodir bo'la oladigan real ruhiy holatning o'zi yashayotgan haqiqiy tarixdir. Shunga barliq tarixning hammasi bugungi zamon tarixidir. Har qanday tarix ideya tarixidir. Agar biror ideyaviy jarayon hosil qilgan ikki taraf to'liq nazarga ilinmasa, tarixning negizini tonish tas. Undaq bo'lsa, bugungi reallik ruhiy holat tarixiy va falsafaviy nuqtadan tadqiq qilindimi? Nədəm undaq iş bolsun? Bizdə texi tarix haqqında ətraflıq düşənçi bolğun yox. Şuna ənənə haqqında toğra tonuşның boluşidan söz etişmi qiyin. Özünün dünyavi hayatdaki real o'rnini bilmay turib, ənənə haqqında gap etishning o'zi kelgusida tarix uchun aytganda tavarruq soddiylik bo'lib qoladi. Uyg'urlarda ajoyib qimmatlik narsa bor. Buningga qil sig'maydi. Ammo uni qandaq tonish, qandaq tonutish, uningdan qandaq foydalanish masalasi hal bo'lmay keldi. Turk tillar divanidagi ibtidoiy ov qo'shiqlardan bugungi gunga she'rlargacha bo'lgan butkul adabiyot qaysi xil ideya va e'tiqodning mahsuli bo'lmasin, bir sistema bo'lib hisoblanadi. Bu jarayonda Uyg'urlarning diniy e'tiqodida nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Uyg'ur ideologiyasi dal mushu o'zgarishlar tufaylidan ko'p qatlamliqqa va bir qadar murakkablikka ega. Uning yo'ritilishi o'zidan burunqi va keyingi asrlarga mayak bo'la olmaydigan alohida bir talantning borliqqa kelishini kutib turadi. Chunki talant favqulodda energiya manbasidan iborat bo'lib, u o'zining o'tmishi va kelajagini yangi hayotiy kuchga ega qila oladi. Ulug' mutafakkur Yusuf Hojibni alsaq, u Uyg'urlarning islomiyatdan burunqi va keyingi madaniyatining ruhini o'z asrida mujassam qilib, sholliq mo'jiza yaratdi. Ro'shanki, Qutatqu belekni tadqiq qilish Uyg'ur ideologiyasining salmoq bir nuqtasini tadqiq qilish bo'lib, buningda Qutatqu belek maydonga kelishdan burunqi necha ming yillik asoslar oshkorlandi. Morgan dünya madaniyatining ochqichi Tarim vodisiga ko'maklikdir. Qachonki shu ochqich tepiladi ekan, dunyo madaniyatining siri ichiladi degan edi. Bu ochqich ilmiy haqiqat uchun hayotini taqdim qila oladigan shir yurak odamlar tarafidan tepiladi. O'zining ajdodi va avlodiga qattiq mas'ul bo'la oladigan, o'zining har bir daqiqasini tarixning xudosiga aylantira oladigan jasoratlik xalq tarafidan tepiladi. Hayot ana shundoq taqozolik ichida turayotganda, fanni dafsanda qiladigan, bir-birini sotadigan, nopozchilik qilib, haqiqat turg'izib beradigan xoishlar avjimakda. Bizda talant yo'q emas. Ammo talantni bayqash yo'q. Talantni asraydigan, parvish qiladigan ruh yo'q. Sabiylarning erkalashlariga zo'qlanib tikiladiganlar yo'q. Noqul holda
o'tmish bilan bir gavdaga aylanib ketgan an'ana tushunchasi shepi keltirilaversa, kelgusi zamonga ko'z tikib, yangi buloq ko'zlarini izlayotganlarmi peshini qaqidi. Hozirgi ahvoldan qaraganda ma'rif va adabiyot san'at krizisiga duch kelmoqda. Tuzilgan konspekt va kitoblar oliy maktab munbirida 20-30 yil sarg'ayib turib jon boqidi. Bu jarayonda uningdagi iboralar hisobsiz takrorlanib, bo'yinturuqqa aylandi. O'tira boshlang'ich maktablarda bo'lsa, monak bo'lib ketgan ta'birlarni bolalarning ingiga tongamiz. Ular o'rganib qo'yishdek bir taraflama metodologiyaning besimi ostida o'ziga xos tafakkur shaklini yo'qotdi. Jamiyat yangilikqa muhtoj bo'lgan sari yetishib chiqqan kuchlar ko'ni ramkalarning ichida tipirlaydi. Tarbiyalashdan iborat oliyjanob burishni zimmasiga olgan muarif amaliyotda uning aksicha bo'lgan natijaga ega bo'lmoqda. Sahnalarda, televizor ekranlarida kishini so'yindiradigan omillar oz to'la bo'lsa-mu, ijobiy nomerlarning ozligi qattiq mayuslantirdi. Shuningdan qaraganda naqsh usul makoni o'z beshini qattiq silkivatsa bo'ladigandek turadi. Bizda mushularni o'ylab, vujudini so'g'uq ter bosadigan odamlar qanchalik bordi, ha? Bu qaysi an'ananing mahsuli ekan? O'ylanish kerak. Hamma narsa ustida yangi boshdan o'ylanish kerak. Bu o'ylanish ko'z ichib atrofga boqqandala haqiqiy ishga oshadi. Millatlar o'tirsidagi madaniy, iqtisodiy aloqa kunsari kuchayotgan, yer shari xarakterda kengayotgan bugungi kunda selishtirma madaniyatshunoslik to'g'risida izlanmay bo'lmaydi. Uyg'ur adabiyoti va boshqa millatlar adabiyotiga qarta parallel tadqiqot, ta'sir tadqiqot qatorliq selishtirma tadqiqot usullari orqali tahlil yurgizishimiz. Bu orqali mustaqil o'rnimizni bayqashimiz lozim. Buning uchun har qaysi allar adabiyotini pishiq bilishga to'g'ri keladi. Lekin biz texcha Yevropa adabiyoti sistemasini ancha uqmaymiz. Osiyo va Latin Amerikasidagi nurg'un millatlarning adabiyoti biz uchun texcha mavhum. Bizda Platon, Aristotel, Shakespeare, Rousseau qatorliqlarni biladiganlardan qanchasi bor? Mushularni bilgan bo'lsak, o'zimizni nihoyat yaxshi tushungan bo'ladi. Aristotel bilan Farabi, Shakespeare bilan Navoiy, Rousseau bilan Yusufxas Hojibni selishtirg'ili, ularning dunyoviy o'rnini to'g'nutqili tamoman mumkin bo'ladi. Nima qilish kerak? Shijoatimiz bo'lsa, bu savol helimu kechikkan bo'lmaydi. Mazkur maqola 2010-yil 7-oyning 26-kuni batga qo'yilgan ekan, ammo qachon yozilganidan aniq emas, balkim shu 2010-yillarda yozilgan bo'lsa kerak. Abduqodir Jaloliddin noyatimi dangliq yozuvchi, shoir. Shunga munbirimizda asarlarini davomli o'qib berib turaman. Meningcha Abduqodir Jaloliddinning yozmalarini yaxshi ko'radigan qarindoshlarim bak ko'p. Alloh Abduqodir Jaloliddinni o'z panohida saqlasin. Yangi asarlarini o'qishga nasib qilsin hammamizni. Ma'qul amsa, aziz muhojiratdagi qarindoshlar, kelar qatimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xush, amon bo'laylik. Xayr.